Assalomu alaykum. Koreyada nima gap ko'rsatuvi mehmoni bugun 8 yil deganda Janubiy Koreyaga kirib kelgan Nilufar qiz haqida, Nilufar qizni bugungi hayoti, bugungacha bo'lgan hayoti, bugungacha bo'lgan taqdiri va Janubiy Koreyagacha kirib kelgandan keyingi hayotlari sizlarni rosa ham qiziqtiradi, chunki men juda ham eshitib larzaga keldim va qiziqdim. Shuning uchun ko'rsatuvga taklif qildim. Nilufar qiz, xush kelibsiz. O'zingiz haqingizda gapirib bering bugun. Avvalambor assalomu alaykum. Taklif uchun rahmat. Men Toshkent viloyati Angren shahridanman. Koreyaga turmushimizga 7 yildan oshib 8-yilga yaqinlashayotganida kirib keldim. To'ylaringizdan keyin 7 yil deganda kirib keldingiz. To'yimiz bo'lgan 2 oydan keyin xo'jayinim Koreyaga qaytib ketgan. Yangi kelin bo'lib, 2 oylik kelin bo'lib, qaynona-qaynotam bilan birga qolganman. Yangi oila, yangi muhit, hali ko'nikmagan oilangizda turmush o'rtog'isiz qolish oson emas ekan. To'ydan oldin ering Koreyaga ketar ekan, o'zing qolasan desa, oddiy qabul qilgan. To'ydan keyin bilingan. Turmush o'rtog'im ham qiynalib ketdi. Ketish vaqtida yangi kelin kuyovimiz, bir-birimizdan ajralishimiz qiyin bo'ldi. Turmush o'rtog'im Koreyada, men O'zbekistonda. Kenja farzand, qaynona-qaynota bilan turaman. Ular bilan birga qoldim. Hozirgi chiroyli hayotim orqasida 7 yil, 8 yillik sabrim turibdi. Viza chiqmadi hech. Orada vizaga topshirdik. Откazam chiqdi. Turmush o'rtog'im oxiri vizasini o'zgartirib, ko'p erkaklar E9 vizasi bilan keladi ishlashga. Unaqa vizada ayolim chaqirib bo'lmas ekan. Kamdan kamiga chiqadi, 3 oyga chiqadi. Y9damidilar turmush o'rtog'ingiz? Bugungi kunda almashtirdi. Y7ga o'tgandan keyin menga viza topshirgandek chiqdi. Alloh nasib qildirib qo'ysa, shunaqa oson kelar ekan odam. Shetlarga rizqim qo'shilgan ekan, nasib qildirib qo'ygan vaqt soati bor ekan. Topshirgandek juda tez chiqdi viza. 7 yil o'tib 8-yilga ketayotganda oxiri viza chiqdi. Koreyaga keldim. Hozir alhamdulillah chiroyli yashayapmiz. Biz undan tashqari shu vaqt davomida farzandsizlik bilan ham sinaldik. 7 yil davomida. 7 yil davomida farzandsizlik bilan sinaldik. Koreyaga kelganimdan keyin harakat qilishni boshladik. O'zbekistonda doktorlarga ko'rindik, lekin hech qaysi doktordan salbiy javob eshitmasdik. Ikkalamizda ham hamma analizlarimiz yaxshi chiqardi, faqat birga yashashlaringga vaqt kerak derdi. Salbiy javob hech kimdan eshitmaganmiz. Koreyaga kelganimdan keyin 1 yil davomida o'zimiz kutdik. Bo'lib qoladi, Xudo xolasa deb Allohdan so'rab, vaqt o'tib, alhamdulillah, Allohga shukr, doktorga qatnadik, lecheniyalar oldik. Koreyan meditsinasi baribir ancha oldinda ekan. 8 yil deganda. Mashalloh, asolu. Voy, 8 yil deganda deng. 8 yil. Ungacha ham hali bir marta ham farzandli naqa yo'q, bo'lmaganamda. Bir marta bo'ldi. Koreyaga kelgan zahotim bo'ldi. Hali ko'p vaqt o'tmasdan nobud bo'ldi. U Koreyada-da, O'zbekistonda bo'lmadi. Shuncha vaqt davomida bo'lmadi. Lekin 8 yil davomida shunchaki kutib o'tirmadim xo'jayinimni. Universitetga o'qishga topshirdim. O'zbekistonda. Yangi kelin bo'lib o'qishga topshirdim, o'qishga kirdim. Xo'jayinimga, qaynona-qaynotamga rahmat. Meni 5 yil o'qitdi, kontraktlarimni to'lab. O'qib, universitetni bitirdim, tamomladim. O'zbekistonda pardachi dizayner edim. Shu vaqt davomida o'zimni chalg'itardim. Odam bitta narsaga fokusini qaratib qo'ymaslik kerak. Erim uzoqda, farzandim yo'q deb faqat shuni o'ylamaslik kerak. Stress bo'ladi. O'zim juda band qilib tashlagandim. Har xil to'garaklarga borardim. Koreys tiliga qatnaganman. To'pik oldim. To'pik necha oldingiz? To'pik 2-darajani oldim. Koreyaga kelib o'qishimni davom ettirdim. To'pikni KIPga o'girib, KIPda o'qisa bo'lar ekan. KIPga o'girib, KIPning 3-gupini tamomladim.
imtihondan bittada o'tdim. Yaxshi 91 ball bilan o'tdim. Yaxshi eshityapsizlarmi? Koreyaga kelib o'qishimni davom ettirdim. O'zbekistonda har xil kurslarda o'qidim. O'zimni bo'sh qoldirmaslikka harakat qilardim. Bo'sh qoldim desam, turmush o'rtog'im uzoqdaligini o'ylab siqilardim. Farzandsizligimizga siqilardim. Har taraflama stressga tushmaslik uchun o'zimni chalg'itardim. yosh boshiga shuncha asalim hali eshityapsizlarmi? Hali men bitta savol bermasimdan hayotlari serial. Sizni hayotingizni Durdona To'laganovaga aytsam bir serial qiladi. Bir 100 qismli serial bo'lsa kerak, 100 ta qismliga. Voy asalim, Nilufar. Sizga savollar ham tuzib qo'yganman juda ham ko'pgina. Hammasiga bitta javob beringki, shtop hamma eshitsin, sizni hayotingizdan kuch olsin, motivatsiya olsin, hamma eshitib o'sha hayotini to'g'rilasin. Sal-pal xayoli ketib qolgan ayollarimiz ham bor, bilasizmi? O'shanaqa tushkunlikka tushib qolgan ayollarimiz bor. Sizni eshitib hammasi yana hayotga qaytsin. Men ko'pchilikka o'zim Qur'oni Karim o'qinglar deb Instagramimdan ko'p gapiraveraman. Qur'oni Karim o'qing. Endi arab tilidagisini o'qiy olmaymiz hali. Harflarni taniyman xolos. O'zbekcha perevodi bor-ku, shuni deyorardim. Shuni 3 marta o'qiganimdan keyin уже yangilanib tushunaverar ekansizda. Keyin o'yladim, to'xta dedim, shu ko'rsatuvimni Durdona To'laganovaga ko'rsatuv olgan shu ayollarni hammasini olib chiqib, o'sha Qur'oni Karimni baribir o'qiy olmaydiganlar bo'lar-ku. Sizni hayotingizdan kelib bir xilgi joyda shukr qiladigan, sabr qiladigan voqealar bo'ladi-da. O'shanga birovni eshitgan ham boshqacha-da baribir. Nilufar qiz, asalim, Koreyaga ilk kelganingizda sizni hayratlantirgan narsa bo'lganmi? Nechinchi yil kelgansiz? Koreyaga kelganimga 1 yildan oshdi, 1,5 yil bo'ldi. İlk kelganimda meni hayratlantirgan narsa, hamma narsaga hayratlanardim. Birinchi kelib osmondan tushganday hayratlanardim. Koreys tilini o'rganib kelsa ham, Koreyada koreys tiliga tushunish qiyin ekan. Maragisi boshqacha, biz grammatikani o'rganganmiz. Shuncha o'rganib kelsam ham koreys tiliga tushunmayapman deb qiynalganman boshida. Xudoga shukr, bugungi kunda qiynalmayman. Men ko'cha-kuyda bemalol yuraman. O'zimga kerak narsalarda gaplasha olaman. Yana bir hayratlangan narsam, hech kimda bir-biri bilan ishi yo'q Koreyada. Erkaklarda ham ko'zi to'q, ayollarda ham ko'zi to'q. O'zbekistonda oldingizdan qanaqa erkaklarda oldidan bironta ayol o'tsa hamma qaraydi. Boshqacha muhit, bu yerda boshqacha. Birov-birovga qaramaydi, birov-birov bilan ishi yo'q, qo'shnisi bilan ishi yo'q. Yaxshi va yomon taraflari bor buni, to'g'ri, bir-birimizdan qo'shnichilik xabar olib turamiz, lekin Koreyada oshiqcha bir-birini hech kim bezovta qilmaydi, bir-biriga hech kim ishi yo'q. Hamma band, hamma o'zini ishi bilan band. Turmush o'rtog'ingizdan olsak, yakshanba kuni ham ish chiqib qolsa, ishga chiqib ketib qoladi. Meni ham o'zimning talabalarim bor-da, talabalarimni aytaman-da, birorta tadbirga chaqirsam, Dildor opa, biz ishimiz chiqib qoldi dedi. Yo'q, pul topadiganga boringlar deyman-da, ketkizaman pulli ishlarga. Voy, asalim. Endi qanday ishlar bor ayollar uchun ekan? Nilufar qiz, asalim, Koreyaga keldingiz, turmush o'rtog'ingiz chetda, lekin baribir ayol kishini qanaqadir o'zi Koreyaga katta davlatga keldim, pul topishim kerak degan xayoli bo'ladi-da. Shuncha ayollar uchun qanaqa ishlar bor? Siz o'zingiz ishladingizmi? Shu masalalar haqida ham ozgina ayting. Koreyaga kelib ishlagim keldi, qiziqdim. Boshida ishlamay 4 oydan oshiqroq uyda o'tirdim, lekin ishlagim keldi. Zavodga ishga kirdim. Men bolalarga rasm chiqazadigan zavodda ishladim. Skochlaydi bir-biriga. Teyp der ekan, teyp yopishtiradigan zavodda ishladim. Ayollar uchun mos ish, og'ir ko'tarmaymiz. Toza ishda ishladim. Lekin koreyslar osonlikcha pul berib qo'ymas ekan. Birinchi kun ishga borib keldim, xo'jayinim ishing yoqdimi? Turmush o'rtog'im kelgan zahoti yuzimga qarab so'radi. Koreyada ishlash qanaqa ekan? Birinchi kundan charchab keldim-da. Koreyslar shunchaki pul berib qo'ymas ekan. Har bitta minutingiz, soatingiz pulli-da. Ish soatlari soatiga pul beriladi-yu Koreyada. Shunchaki pul bermas ekan. Faqat vaqtiga qarab ishlashingiz kerak. Obed ham o'z vaqtida, dam olish vaqti ham o'z vaqtida. Shunaqa fikrga kelganman. Birinchi olgan oyligimga turmush o'rtog'im ikkalamiz dengizga dam olishga borganmiz. Shu esimda qolib ketgan.
Qaysi dengizga So'kcho'ga bordik. chiroyli dengiz So'kcho'ni dengizi. 2 kun dam olib kelganmiz. Birinchi oyligimiz shunaqaga sarflaganman. Voy, nima edi? Медовый месяцmi, shakar oyimi nima edi? Asal oyi, shakar oyi. Shunaqa bo'lgan. Shakar Shunaqa bo'lgan. asal oyi bo'lganding. Voy, mashalloh. Qaranglar, birinchi oyliklariga demak, u degani chakkana pul deganida, 2 kunga uchun. Yaxshi oylik deganida. Birinchi oylikda hozir boshqa davlatda olsak, masalan, O'zbekistonda olsak, birinchi oylikka unaqa qilib o'ynab yurolmaysiz-da. Hamma chiqimlaringiz o'zi tayyor bo'lib turadi. To'g'ri. Asalni ayollarga qanaqa ishlar bor bo'lmasam Koreyada? Qanaqa ishlarda ishla oladi ayollar? Koreyada ayol ishlayman degan ayol ishlab ketadi ko'p ishda. Ishga yengil qaraydiganlar har qanaqa ish topsangiz ham ishlolmaydi. Bahonachiga bahona ko'p deydi-yu. Bahona qiladi-da ishlolmaydi. Avvalo odamda o'zida bo'lishi kerak. Turmush o'rtog'ingiz oldida ham ishlab nimanidir isbotlasangiz hurmatingiz bo'ladi. Ishlaganimdan xursand bo'lganman. Oshxonalarda ish bor ayollarga. Yengil ish deb o'ylab ko'pchilik idish yuvishlarga chiqadi oshxonaga. Yo'q, undan ko'ra zavodda ishlagan yaxshi. Oshxonada ishlaganni qadri uncha yo'q. Oddiy idish yuvgich bo'lib ishlaysiz. Zavodda ishlab, o'z o'rnini topib, sajangimlarda oldida hurmatga ega bo'lib, haligacha aloqadamiz, xabar olib turadi, telefon qiladi menga. Koreyslar yomonini ko'rmadim, ko'rmayin ham. Yaxshi koreyslar bilan ishladim. Ishlar ko'p ayollar uchun. Skoch yopishtirish, upakovka, asosan oshxonaga kirib ketadi ko'pchilik. Undan ko'ra zavodda maslahat bergan bo'lardim. Zavodlar korobkalarga solib, shunaqa ishlar ham bor ekan. Qidirsa, hozir programmalar bor-ku. Ish qidiradigan. Qanaqa programma aytib o'tdingiz? Tangundan ish qidirsa bo'ladi. Tangun, yana arbaytlarni chiqazib qo'yadi, soatli ishlarni. Ana eshitdinglar. Yangi kelganlarga. Shunaqadan Tangundan ish ko'rib ham ishga chiqib ketsa bo'ladi, o'ziga yaqinroq joylarga. Ishlar ko'p ishlayman deganga. Asalim, Koreya hozir endi koreyskiy ovqatlar 1 yil bo'lgan bo'lsa, ovqatlarni yeyolasiz shekilliga. Koreyani qaysi taomlari sizga yoqdi? Meni masalan birinchi kelganimda menga eng yoqqani O'zbekistonda men 19 yil oldin kimbap haqida unaqa xabarga ega emasdim, lekin o'sha chamchi kimbap rosa yoqqan. O'sha ichidan bitta cho'chqasini olib tashlasa, mazza chamchi kimbap rosa yoqqan. Har doim o'shani yerdim. Sizga qaysi ovqatlari yoqdi Koreyani? Koreya oshxonasiga ko'p kiramiz, yoqadi hamma ovqati. Kimbap menga ham yoqqan. Bularda keyin bitta ovqat zakaz qilsangiz yonida 5-6 ta salati, panchaklari bilan kelish yoqadi. Bu yerda non yeyilmaydi, non o'rniga guruch. Bir piyola issiq guruch beradi, shu bilan ovqatlar shunaqa mazali o'tadi. Pulkogi, kalbitang, mulnaymyon. Ko'p ovqatlari yoqadi. Pulkogi, kalbitang. Pulkogi cho'xta go'sht pishirib yeydi, barikka o'rab, bu ham zo'r. Hamma ovqatni sveji tayyorlanishi yoqadi. Tez tayyor bo'ladi, lekin oldingizda darrov tayyorlab beradi. Shunisi yoqadi. Yondagi salatlari yoqadi. Mazza yondagi har xil salatlar. Masalan, bu sizni boshingizdan o'tgan. Janubiy Koreyada erlari ishlaydi, Y9, Y7, lekin ularning ayollari O'zbekistonda. Siz xuddi shunaqa bo'lgansiz, 7 yil davomida O'zbekistonda bo'lgansiz. Shunaqa o'zbek ayollarimizga aytadigan gapingizni aytib boring. Bunaqa oilalar hozirgi kunda juda ko'p. Chunki atrofimizda ko'p erkaklar bor, oilasini olib kelmagan. Mahallamizda ham, Koreyada yashayotgan mahallamizda ham erkaklar ko'p yolg'iz yashab yuribdi. Ayoli O'zbekistonda. O'zbekistonda o'tirgan ayollarning xayoliga har xil narsa keladi. Erim Koreyada boshqasini topib olgan. Ili atrofidagilar aynitadi. Ering shuncha yildan beri nega kelmayapti? O'zimni boshimdan o'tgan gaplar bular. O'zimga ham kelib aytadiganlar ko'p bo'lardi. Nega shuncha yildan beri ering kelmaydi? Boshqasini topib olgan. Yoki sen bilan ishi yo'q, boshqa oila qurgan. Yo'q, unaqa emas. Koreyada ishlayotgan erkaklar hammasi uyim joyim deb ishlab yuribdi. Musofirchilikda o'zi bo'lmaydi. Men ham ba'zi paytda xo'jayinimdan xafa bo'lardim. Nega telefon qilmayapsiz deb. Koreya bilan O'zbekiston 4 soat farqi bor. 4 soat oldinda. Shuni ham inobatga olish kerak. Uxlab qolgan bo'lishi mumkin erta ishdan kelib. Mana shu yerda ko'rdim.
ishdan boshqa hech narsaga oshiqcha vaqt yo'q ekan. Ha. O'zim tushundim, erimni qiynagandirman, o'sha paytda tushunmagandirman, telefon qilmayapti deb. Qaysi payt menga qilgan ekan vaqt ajratib deymanda. Ayniqsa zavodda ishlagan vaqtimda hech narsaga oshiqcha vaqtim bo'lmasdi. Hojatga ham tezda borib Shu vaqtingiz sanoqli-da. Ish uy. Qaysi payt menga telefon qilgan deb hayron qolaman. Noto'g'ri xayolga bormanglar. Hurmatli O'zbekistonda kutib o'tirgan ayollar, bu yerga pul topaman, oilamni boqaman deb kelgan barcha erkak to'g'ri tushunib, naborot qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Oilamizni ahilligi, hamjihatligi mana shunda. Ana eshitdilaringizmi? Noto'g'ri xayolga bormanglar. Ayniqsa o'sha 7-9 ga 7larni ayollari shunaqa ekan-ku, talabalarni ayollari ham ko'p qolib ketganda O'zbekistonda. O'shaning uchun turmush o'rtoqlaringga qattiq turinglar, tezda bizni Koreyaga o'qishga olib kelinglar. O'qishga bo'lsa ham kelib olsalaringiz, biz o'qishga olib kirib qo'yamiz. Bu yerda reklamная pauza. Asali voy Nilufar, judayam nima deydi? Sabrni tagi oltin degandek o'shunaqa bo'pti-da hozir sabringizga oltinda bular ham. Endi Koreyada meditsina haqida ozgina aytib bersangiz. Endi meditsinani men 19 yil oldin kelib bilaman, Koreya judayam zo'r rivojlangan. Masalan, men har 6 oyda borib ichagimni davolataman-da, ichagim sal kasal bo'lgan. U qiyin ekan ichagini davolatish. O'sha ichagimni davolataman, shu ichagimga 6 oyda $500, $700, $800 chiqadi. Eng arzoni $500, bo'lmasam 800 ming, 1 million $1000gacha chiqadi, lekin unaqa chiqmaydi. Menga strafovka to'lab beradi. Men to'lasam bir $5, $6 to'layman. Strafovka haqida men gapira olmayman, lekin chet davlatdan kelgan odamlarga ko'proq ko'rinadi bu narsa. Siz qanaqa meditsina haqida ozgina gapirib bering? Koreyada meditsina haqiqatan juda rivojlangan ekan. Narxlarini qimmat deb o'ylaydi ko'pchilik. To'g'ri, tashqaridan kelgan bo'g'imi yo'q, strafovkasi yo'qlarga qimmatga tushishi mumkin. Biz Koreyada yashayotganligimiz uchun, vizamiz borligi uchun, erim strafovkasiga meni ham qo'shgan zavodi, bo'g'imimiz borligi uchun bizga katta pul chiqmadi. Biz farzandsizligimiz tufayli klinikada ko'rindik, qatnadik, 1,5 oy qatnadik, 2 oylar qatnadik shekilli qatnadik. Meditsinada ba'zi narsalarga bo'g'im o'tmaydigan narsalar ham bor ekan. Jenskiy davolanishda ko'p narsasiga bo'g'im o'tmas ekan, lekin uzisiga o'tadi, boshqa ba'zi bir ko'riklaringizga strafovkani daxli yo'q ekan. O'shalar sal qimmatroq chiqdi. Lekin bo'g'im o'tadigan analiz topshirishlar juda arzon ekan. Hamma analizlaringiz yaxshi chiqqani sayin ishongingiz kelmaydi, xursand bo'lasiz. Keyin arzimagan narsaga bir dunyo dori-darmon beravermaydi ekan. Nimadir sabab bilan borsangiz chiroyli tushuntiradi, vahima qilmaydi. Genchanayo. Yaxshi, hammasi yaxshi desa, o'sha gapni eshitib psixologически o'zingizni bosib olasiz-da. Demak, yaxshiman deb xursand bo'lib ketasiz. Biz qatnab natija ko'rdik. Shu meditsina haqida aytganimiz shu bir tonna anaqa video, bir tonna anaqa dorilar yozib bermas ekan deyapsiz. Shular haqida yana ozgina tushuntirib o'tib keting. Meditsinasi juda kuchli. Biz ko'p qatnamagan bo'lsak ham natijaga erishdik, alhamdulillah. Ko'p dori-darmon bermas ekan. Bir paket varoq dori, ukol yozmadi bizga. Tekshirdi. Er-xotin ikkalamizni ham tekshirdi. Lekin ozgina dori bilan natijaga erishsa bo'ladi ekan. Shuncha yil kutganimiz deb hayron qoldik. Balki Alloh shu kunlarda sababchi qilgandir. Koreyan meditsinasi haqiqatan kuchli ekan. Homiladorlarga ham bo'lar, bo'lmasa dori beravermas ekan. O'zimizda qanaqa bilmadim. Biz Koreyada shunaqa ekan. Dori ko'p yozmaydi. Endi keyin pullar, puxumlari ham ishlayotganmi? Goh-gohi o'sha homilador bo'ladigan ayollarga puxumlarini, homilador ayollarga Koreyada pul berar ekan. Karta berar ekan. Inshin karta berar ekan. Homiladorlar kartasi 1 million won pul tushirib berar ekan. Ichiga pul tushirib berar ekanmi? Oldin, men 19 yil oldin 500 ming edi. Hozir 1 million. U pulni o'zini qoidalari bor, qayerda ishlatishni, magazinga kirib, kiyim produktga ishlatavermaysiz. Dolar bo'lmasa, hozir ko'rayotganlarning xayoliga darrov
xohlagan narsamni olaman deyishim mumkin. Yo'q, 9 oy vaqt davomida o'zingiz va bolangizga kerakli narsalarga, ko'riklaringizga, aptekadan oladigan narsa, vitaminlaringizga больница bilan aptekaga o'tar ekan, faqat boshqa hech qayerga o'tmaydi. Judayam Shu tarafi yaxshi ekan. Meditsina judayam kuchli. Keyin men nimaga muhim strafovka to'lashim kerak, shunaqa deydigan ko'p o'zbeklarni xayoli ketar ekanda, ilohim avvalambor hammamiz sog' omon bo'laylik, xudo ko'rsatmasin. Bu qancha odamlarga foydali-da. Bu strafovka nimasi ko'p odamlarga foydali. Teng yarim baravar puli qisqarib chiqadi strafovkasi borlarga. Kasal bo'lmaylik, baribir nima shunday strafovkani to'laganmiz, bosh ko'zimdan sadaqa deb to'lang, qayergadir chiqib ketadigan baribir pullaringiz bo'ladi-ku, shuni shunaqa deb xayolingizda o'ylab to'laganingiz yaxshi, strafovka to'lab yurganlaringiz yaxshi. Asalim, yana gaplarim juda ham ko'p. Koreyani man endi necha yil, 19 yil oldin Koreyani kinolar, seriallarini, shu ikkitagina serialni sevib, tomosha qilib, juda ham Koreyaga kelgim kelgan. Siz qaysi kino, seriallarini ko'rganmisiz siz ham Koreyanidagi kelishingizdan oldin? Yoshligimizdan koreyskiy kinolarni ko'rib katta bo'lganmiz, lekin o'sha kinolarni ko'rib yurgan vaqtimda Koreyaga kelish xayolimni bir burchagiga ham kelmagan. Turmush o'rtog'im ishlagani sababli nasib qildi, shu yerlarga keldik. Koreyani filmlarini juda sevib ko'rardik. Tangim bo'lardi, Qish san'atasi, Saroy javohiri, Jumong. Hozir ko'rayotganlar ham eslayotgandir. Hamma seriallarini mazza qilib ko'rardik. Qish san'atasini men ham ko'rardim. Svetlar o'chib qolar edi. Mani paytimda. Voy, shunaqa seriallarni ko'rgansiz, mashalloh. Sizga ham yoqqan madaniyati. Masalan, dam olish kunlari haqida ozgina gapirib o'tib keting. Dam olish kunlari turmush o'rtog'ingiz bilan masalan Koreyada hamma joy yo'llar tekisligi uchun u shahardan bu shaharga borish juda ham osonda. Anaqa qilib uchib yurmaysizda. Nima edi bizda probka emas, nima deyiladi haligi? Perivallarda bilasizmi, uchib ketishadi-ku. Men bitta Farg'onadan Toshkentga bordi keldi qilguncha 5 kilogramm ozib qolardim. Siz sakrab. Ashunga aytyapti. Bularda o'sha hamma joy tog'larni kesib yo'llar qilib tashagan-ku, oson hamma joyga. Shu dam olish kunlarini qaysi shaharlarga borasizlar, qanaqa qilib o'tkazasizlar, ozgina ayting. Dam olish kunlari erlarimiz Arbatga chiqib ketadi. Chiqmagan kunlari iloji boricha aylantirishga, olib borishga harakat qiladi. Er-xotin birga vaqt o'tkazamiz. Har safar bormagan joyimizga borib ko'rgimiz keladi. Boshqa shaharlarga, Seulni ko'rmagan joylarimizga boramiz. O'zbek oshxonalariga borib, milliy taomlarimizdan yeymiz. Ayniqsa vatan sog'inchida yurganlarga o'zbek taomlari vatan taftini beradi. Tangimga ko'p kelamiz. O'zbek oshxonasi bor. Shashlik, osh O'zbekistondagidek pishiradi. Ovqatlanamiz, chiroyli joylarga boramiz aylanishga, Lotte Towerni oldiga rosa ko'p bordik shekilli. Aylanadigan joyi ko'p. Hali baland binosiga chiqamiz, hali karuseliga kirib aylanamiz. Har xil parklarga boramiz. Birga vaqt o'tkazishga harakat qilamiz. Transportlar ham juda qulay. Mashina haydash ham qulay Koreyada. O'zingiz mashinangiz bo'lsa ham qiynalmaysiz. Metrolarda yursangiz ham qiynalmaysiz. Yozgi kunida juda salqin. Пересадкалari ham oson, programmaga qo'yib xohlagan yo'lingizni topib qiynalmay yursangiz bo'ladi. Shuna osongina o'rganib oldingiz, mashalloh. Asalim, o'zingizni hobbilaringiz haqida ozgina gapirib o'tib keting endi. O'zimning hobbilarim, o'zim O'zbekistonda pardachi dizayner edim. 12 yil davomida parda sohasida yurdim, parda bilan shug'ullandim. Vaqt kelganida hayotdan chalg'ishimga ham parda sabab bo'lgan. O'zimni band qilib zakazlar rosa ko'p olardim, klientlar bilan ishlardim. Parda ko'p tikardim. Parda bilan chalg'ib ham hayotimni yengil o'tkazdim deb o'ylayman, sinovlarimni shu vaqtgacha. Uyga charchab kelib kechqurun o'ylashga farzandsizligimni, erim uzoqdaligini 2 soat o'ylasam o'ylardim, bo'lmasa o'ylamasdim. Asosan o'zimni band qilib tashagandim. Parda tikardim, o'qishga borardim, uy ishlari, qaynona qaynotam. Mana shunaqa vaqtim o'tib ketardi. Hobbiyim asosan parda sohasiga rosa qiziqaman. Lekin Koreyada parda sohasi uncha rivojlanmagan. Bularda skromniy, jalyuzi ekan.
parda ilishmasam ekan, agar bu yerda ham parda sohasi rivojlanganda davom ettirgan bo'lardim ijodimni. Davom ettirasiz. Lekin pardaga uncha e'tibor bermas ekan bu yerda. Yo'q bo'ladi parda ham xudo xohlasa. Ko'p narsalarga qiziqaman. Nimaga bo'lsa qiziqib kirishib, uddalashga harakat qilib, yaxshi olib keta olaman. Yoqadi, hobbilarim ko'p. Voy, asalim, mashalloh. Hammasini qilasiz. Inshaalloh. Asalim, endi ko'p farzand sizga o'xshab farzand kutayotganlar bor, farzandli bo'la olmayotganlar bor. Shularga ozgina maslahat berib boring, o'sha motivatsiya olsin sizni gapingizdan. Bizni shu 8-9 yillik sinovimiz oilamizni sovishiga, er-xotin o'rtasiga sovuqchilik tushishiga hech ham sabab bo'lmadi. Oilalar bor, 10 ta, 9 ta, 8 ta farzandi borlar ham ajrashib ketganlarni eshitganmiz, yoki bo'lmasa 4 ta o'g'li bor, qizi ham o'g'li ham bor bo'lib turib ajrashib ketgan oilalarni eshitganmiz. Oila mustahkam bo'lishi uchun farzand ham kerak albatta. Eng muhimi er-xotin bir-birini tushunib, bir-birini taftini his qilib, dardini birgalikda yengib yashash kerak ekan. Shu vaqt bizni oilamizni buzilishiga yoki sovuqchilik tushishiga hech qanaqa sabab ham bo'lmadi. Unaqa yomon ko'ngilsiz narsa bo'lgani yo'q. Hozir eshitamiz ko'pchilikni farzandsizlikda orqasidan ajrashib ketibdi, yoki bo'lmasa eri Koreyada yoki uzoqda ishlaydi, erisiz yashab chidolmasdan uyiga ketib qolibdi. Shuncha vaqt davomida onamikiga ketib qolib, yoki bo'ldi, boshqa yashamayman, chidamayman degan narsa biz oilamizda bo'lmagan. Alhamdulillah, erim tushungan inson, o'zimdan 9 yosh katta turmush o'rtog'im. Yoshlari katta bo'lgani ham yaxshi. Urushmaymiz deyarli. Sizni yosh bola deya oladi. Yaxshi hurmat qiladi. Men ularni hurmat qilaman. O'rtamizda sovuqchilik tushmadi shu paytgacha. Farzand yo'qligi oilamizga sovuqchilik tushishiga sabab bo'lmadi. Yosh kattaligini yaxshi tarafi, bir narsaga sal tortishsak ham unutib yuboradi. Xo'jayin o'qish narsa bo'lmagandek, menda ichimda qolib turadi o'sha narsa, lekin xo'jayin o'qish narsa bo'lmagandek darrov gaplashib ketaveradi. Katta bo'lgani yaxshi. Voy, shuncha yosh kattaga yerga tegibsanmi deb hamma hayratlanardi. Yo'q, lekin chiroyli oilalardan, chiroyli juftliklardan birimiz. Hamma sinovlarimiz ortda qoldi. Shu sinovlarni yengib o'tganimizni mukofotini hozir ko'ryapmiz. Alloh chiroyli sabrimiz orqasidan chiroyli hayot berib qo'ydi. Maşallah. Allohga shukr. Farzand kutayotganlarga Allohdan so'rang. Atrofidagi odamlarga aytmoqchiman. Qachon farzandli bo'lasan? Sizlarda nega bo'lmayapti? Shunaqa savol bermanglar. Qanaqa qattiq tegadi u odamga. Uni boshini o'tkazgan tushunadi. Hech kim Alloh emas. Bu savolni bergan odam o'zi qaysi kalla bilan shu savolni beradi. Xudo kimnidir taqdirini farzandli qilib, kimnidir serfarzand, kimnidir farzandsiz bitib yozar ekan. Allohning yozgan taqdiriga kim qarshi chiqa oladi? Nasib qilgan kuni bor. Kimgadir erta, kimgadir kech emas. O'zini yozgan kuni bor ekan. Allohning beradigan kuni bor. O'sha kunda Allohdan so'ranglar deb boqib, kimgadir 5 yilda, kimgadir darrov beradi. Bu Allohdan. Hech kimga unaqa savol berib, ko'nglini xira qilib, qachon farzandli bo'lasan deb so'ramasin atrofidagilar. So'ramaylar. O'zini qo'lida emas. Unda o'zini qo'lida bo'lsa, darrov qorniga bola oladi-yu, o'zini qo'lida emas. Shuning uchun atrofidagi insonlarga ham bog'liq. Bitta fokusini odam farzandim yo'q deb o'shanga qaratib qolmasligi kerak. Agar farzandim bo'lmasa, undan boshqa nechta ne'mat bergan Alloh unga. Ota-onasi bor, atrofida yaqinlari bor. Mayli desin, senga farzand beraman-da, hamma ne'matingni olib qo'yaman desa, rozi bo'ladim. Uy-joyingiz bor, yaqinlaringiz bor. Ota-onamiz tirik, qaynona-qaynotam yaxshi, juda yaxshi oilaga turmushga chiqqanman. Shunaqa ota-onamga ham rahmat, menga shunaqa tarbiya bergani uchun, shuncha sabr qilib yengib o'tdik. Qaynona-qaynotamga ham rahmat, qizlarday meni qabul qilib, shunaqa turmush o'rtoqni menga voyaga yetkazib bergani uchun Allohga hozir behisob shukr aytaman.
hayotimizga nima kelsa, hammasi yaxshilikka hammasi yaxshilik. ortida bitta hikmat bo'lar ekan. Hmm. Shu kungacha ko'rganlarimizni o'sha vaqtda siqilgandirman, noligan bo'lishim mumkin kimdir. Nega meni hayotim shunaqa bo'lyapti deb. Lekin hammasi behikmat emas ekan. Xudoning rejasi biznikidan-da a'lo, biznikidan-da chiroyli. Ana. Uni chiroyli sabr bilan shukur qilib, Allohdan so'rab, hayotimizni chiroyli o'tkazsak qanday yaxshi. Ana sizlarga katta shunaqa eshitdilaringiz, savol berayotganingizda farosatlarimizni yoqib beraylik, iltimos. Bo'lmasam bermaylik, iltimos. Odam o'zini qo'lida emas. Rahmat kattakon, asalim, rahmat bugun juda chiroyli suhbat uchun. Hammaga kuch bo'ladi bu suhbatingiz. Xudo xohlasa. Rahmat kattakon. Rahmat sizga.